Alloh taolo aqimis solat deyapti. O'zi arab tilida solat degani namoz degani. Namoz o'qidi desa solla deydi. Lekin bu yerda aqimis solat, namozni tik turg'iz deyapti. Demak, namoz o'qish boshqa ekan, namozni tik turg'izish boshqa ekan. Bu nima degani? Demak, batamom qil, tugal qil, o'tirib qolmasin, bukilib qolmasin, egilib qolmasin, tik tursin. Ana bu yerdan chiqyapti. Namozni tik turg'iz, qoyim qil. Ana shunda mukammal bo'ladi u. Cho'kalagan bo'lmasin, o'tirib olgan bo'lmasin, egilib turgan bo'lmasin. Yana aytibdi, inna ta'kidlaydi Alloh. Albatta va albatta deyapti. As-solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi.